Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari hamda YouTube foydalanuvchilari. Bugungi sanamiz 28-aprel hafta kuniga seshanba, Andijon viloyati Shahrixon tumani. Xoldevonbek kanalda bo'yi ko'chasidan sizlarga bitta yosh semental buzoqchani ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rib like'larni bosib qo'yasizlar. Ko'p obunachilarimiz so'raydi, shunaqa sementalni yosh bo'zaklaridan ko'rsating degan ishqibozlariga mana sizlar uchun ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, kommentariyalarda yozib, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, keyingi videolarda qanaqa mollar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib o'tib ketsanglar, sizlarga ko'rsatib ketishga harakat qilamiz. Bu necha oylik bo'ldi ekan, ha? 2 oyga yaqinmi? 2 oylik bo'zak, 2 oylik semental. Hozir nima yeb turibdi? Beda yeyapti, kepa yeyapti. Beda yeyapti ekan, kepa yeyapti ekan, 2 mahal sut ichar ekan. Sutlar necha litrdan ichyapti hali? 5 litr, 6 litr. 5 litr, ertalab 3 litr, kech payt 3 litr. Ertalab 3 litr, kech payt 3 litrdan sutlarni ichyapti ekan. Mana sog'lomliklari zo'r, o'ynab turibdi. Mana haqiqiysi 100 ga 100 sementalni tayidan bitta ukamiz bor, Islombek degan. Asha Islombek degan ukamizning bo'zaklari sementalni tayidan olib chiqdim dedi. Novvozcha. Taxminiy bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari 90 cm ga yaqinroq chiqib qoladigan yosh semental bo'zakcha. Xo'p, sizlarni ko'p kuttirmaymiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 23 million so'm. Ozgina kamlari, xayri bor. Xudo xolasa kamini, xayrini qilib beradi. Ukamiz xudo xolasa telefon nomerlarini qoldirib o'tib ketamiz. Telefon nomerlari 50 kodi bilan 719 13 13. Shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, yemog'i-chimog'iga, sog'lomligiga, hamma yo'liga bir hafta emas, 10 kun sinovini qilib olaverasizlar. Xudo xolasa behijolat uydan olyapsizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolarimizni oxirigacha ko'rib, kommentni bildirib qo'yasizlar.